Assalomu alaykum do'stlar. Ish jarayonidan lavha qilyapmiz. Keramik granit plitka razmer 40 mana xonaga kirib kelish zal. Bu zal bu tomonga davom etyapti. Biz buni boshlashdan oldin, zalni boshlashdan oldin hisobini olib ko'rdik va bu ikkita zalimiz bir-biriga razmeri to'g'ri kelmayapti, deya gradus to'g'ri kelmayapti. Bu tomonni tersangiz bu tomonga yo'nalishiga, bu tomondan ter boshlasangiz bu tomonga razmer xonaning gradusi diagonal bermayapti. Shunga bu masalani biz qanaqa qilib yechim qildik? Mana o'rtadan boshlashimizga to'g'ri keldi. Hisobini olib, lazerni yoqib, bu zalni davom ettirsak, bu tomonga to'g'ri kelish uchun mana chap taraf burchagimiz mana 0 da turibdi. Va lazer turgan joydan bu tomonda terib oldik va shu turgan joydan u tomonga qarab terib oldik. Endi bu chap tarafimiz terganimizda bu o'ng taraf chap taraf burchagimiz 0 da turibdi va o'ng tarafimiz ozroq chiqib qoldi zalga. Bu yo'nalishimizga chiqib qoldi. Shuning uchun buni endi lazer nuri bo'ylab kesib olib tashlamoqchimiz va bu zalni davom ettirmoqchimiz plitkasini. Shu yo'l bilan yechim qilyapmiz. Mana kusok tushmadi. Shu yo'l bilan yechim qilib to'g'rilab ketyapmiz. Sizlarga bu shunaqa vaziyatga tushsalaringiz balkim foydali bo'ladi degan maqsadda buni video olyapmiz. Bundan to'g'riroq yechim bo'lsa, yana ham sizlar ham fikrlaringizni bildirasizlar. Biz shunaqa vaziyatga tushdik va shu yechimni qildik.